Xatmi Qur'onni tugab qolishligi, tarovih tugab qolishligi bu bizga musibat bu. Qur'on tugab qolyapti. Ramazon oyini tugab qolishligi bu bizga musibat bu. Tarovihlarimizni tugab qolishligi bu bizga musibat bu. Kunlarning birida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Osha Siddiqa onamiz bilan suhbat qilib turgan paytlarida yonib turgan sham o'chib qoldi. O'chib qolgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biz Allohnikimiz va bir kun qaytish Allohning huzurigadir degan gapni aytdi. Osha onamiz taajjublandilar. Ey Allohning rasuli, odatda sizga o'ta qattiq musibat, o'ta qattiq qiyinchilik kelganda mana shu gapni aytardingiz. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. O'ta qattiq musibat, balo kelganda aytardingiz. Sham o'chsa nima aytdingiz deb so'radi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va kullu shay'in yu'zil mu'mina fa huwa musibatun. Nimaki narsa? U katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi, mu'minga, musulmonga zarar beryaptimi? Ana shu narsa musulmonga musibatdir. Xatmi Qur'onni tugab qolishligi, tarovih tugab qolishligi bu bizga musibat bu. Qur'on tugab qolyapti. Ramazon oyini tugab qolishligi bu bizga musibat bu. Tarovihlarimizni tugab qolishligi bu bizga musibat bu. Mana shu oz fursatda g'animat bo'ldi.